Allah Teala Kur'an'da aytadiki, Estaizu billah, Ya eyyuhannas, inna khalaqnakum min zekarin ve untha ve cealnakum şu'uban ve qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah aytyapti, ey odamlar deb nido qilyapti. Butun odam zotga qarab aytyapti, ey odamlar, biz sizlarni bitta erkak Odam alayhissalom va bitta ayol momo Havodan yaratdik. Butun insonlarni yaratdik. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila, va sizlarni biz turli elat va millatlarga bo'ldik. Li ta'arafu, bir-birlaringizni tanishligingiz uchun. Tanishib yaxshi munosabat qilishligingiz uchun. Inna akramakum indallohi atqakum. Albatta Allohning huzurida eng yuqori baland ikromligilar, hurmatligilar bu sizlarni ko'proq Allohdan qo'rqadiganinglar dedi. Mana bu oyati karimada katta hikmat bor ekan aslida. Ya'ni Alloh taolo insonlarni o'zi xohlab turli millatga, turli elatga, turli qabilalarga bo'lib qo'ydi. Hammamizni bitta qilib yaratib qo'ymadi. Hammani arab qilib qo'ymadi. Bitta qavm qilmadi. Har xil qilib yaratdi. Lita'aruf, bir-biringizni tanishligingiz uchun. Demak, boshqa millatlar bir-birini tanib, bir-biri bilan go'zal muomala qilishligi. Bundan chiqdi, har kim o'zini millatida, o'zini milliyligida qolish kerak. Agar hamma bir xil bo'lsa, qanday taniydi va qanday tanishadi? Salmon Farsi radhiyallohu anhu umrining oxirigacha o'zini Fors ekanligidan mag'rurlanib o'tdilar. Salmon Farsi degan nom bilan aytdi. Suhayb Rumi oxirigacha Rumi bo'ldilar. Eng o'sha birinchi bizni ozonchimiz Hazrati Bilol Habashi edi, Efiopiyalik edilar. O'zini o'shanisi bilan faqirlanib yurdi. Salmon Farsi aytmadilarki, bo'ldi, men sahoba bo'ldim, islomni qabul qildim, meni Fors demanglar demadilar. O'zini o'sha taxallus bilan atadilar. Men Farsiyman dedilar. Qarang. Demak, har kim o'zini milliy urfini, tilini, an'anasini saqlagan holda boshqalarni hurmat qilish kerak. Mana shu oyatning davomida Alloh juda nozik bir narsani ham o'rgatyapti. Islom millatchilikka qarshi, milliylikka emas aslida, millatchilikka, asabiychilikka qarshi. Falon millatni yuqori qo'yish, falon millatni obro'si demasin deb Alloh aytayaptiki, biz sizlarni har xil millat qildik, har xil qabila qildik, ammo inna akramakum indallohi atqakum. Qaysi biringiz ko'proq Allohdan qo'rqib hayot kechirsangiz, mana shu Allohning huzurida mukarram deyapti. Qarang, demak dinimizda biror bir millatchilik yo'q. Biror bir millatni tahqirlash yo'q. Ammo milliylik bor. Shuning uchun ham Buxoriy deb yuribmiz hozirgacha. Hazrati Buxoriy o'zini Buxoriy ekanligidan faxr qilib o'tib ketdilar. Termiziy deb o'tib ketdilar. Hamma ulamolarni ko'rsangiz, hammasi o'zini nomi bilan, xususan Zamaxshariy hazratlar, Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Men bir faxr qilaman konferensiyalarda ko'rishganimda, bu arablarga aytaman. Arabcha mauiza qilganimdan keyin chiqib kelib aytadilar, sizlar ham arabcha bilasizlarmi? Tilinglar shunaqami? Yo'q, meni tilim o'zbekcha. Lekin nimaga ajablanyapsizki, sizni tilingizni grammatikani asoschisi mana bobom Zamaxshariy bo'ladilar-ku. Arab tili grammatikasini asoschisi deyiladi. Jorulloh deyiladi. Allohning uyini qo'shnisi nomini olgan Zamaxshariy bo'lib o'tdilar. Qarang, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan bizga qolgan qoida bor. Islom dinida azizlar, ma'lum bir forma qabul qilinilmagan. Mumkin emas bu. Bu bitta millatning dini emas. Bitta iqlimga kelgan din emas. Hamma mana shunday bir kiyim kiyish kerak. Mana bunday joyda bunday qilish kerak. Bunaqa narsa yo'q islomda. Yo'q bunaqa narsa. Hatto Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam la yandur ila suwarikum wa amwalikum, sizlarning suratingizga, mol dunyoyingizga qaramaydi. Sizlarning taqvoyingizga qaraydi deganlar. Allohdan qo'rqishligingizga qaraydi. Allohdan qo'rqishlik, taqvo bu kiyim bilan o'lchanilmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom
payg'ambar bo'lishlaridan oldin nima kiygan bo'lsa, payg'ambarliklarda ham shu kiyimida qoldilar. Arablar o'ziga xos kiyimini kiyadi. Turklar o'ziga xos, Indoneziya, Malayziyadagi musulmonlar o'ziga xos kiyadi. Urfiga, odatiga. O'zbeklar o'ziga xos kiyadi. Islom nimani o'rgatadi? Islom me'yorida satr avrat deymiz. Berkitishlikka buyurilgan joylardan ortiq joyda berkitmasdan taqvoda turishlikka, ya'ni me'yorga talab qiladi. Biz Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatimiz, lekin go'zal millatimiz bor, go'zal tilimiz bor, go'zal urfimiz bor, odatimiz bor. Ota bobolarimiz, ajdodlarimiz islom dinini qabul qildilar. Arab bo'lishdi emas. Islomni qabul qildilar. Millatni emas. Millat saqlanadi. Taqlid nuqtai nazardan boshqa millat boshqaga o'tilmaydi. Mana shu an'ana asrlar davomida bizda keldi. Musulmon o'zini odobi bilan, o'zini axloqi bilan musulmon.